Ayni paytda biz Toshkent xalqaro aeroportining yuk tashish terminalida turibmiz va bu yerga har kuni minglab davlatlardan tonnalab mahsulotlar olib kelinadi. Toshkent xalqaro aeroportining yuk terminali mamlakatimizdagi eng muhim logistika markazlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda import, eksport va transfer yuklarini qabul qilish, saqlash, rasmiylashtirish hamda egalariga topshirish ishlari amalga oshiriladi. Bu yer hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, yuklarni, ya'ni xraniyasi, saqlash hududi hisoblanadi. Toshkent xalqaro aeroportiga orqali olib kelingan yuklarni yuk egalariga, ya'ni yuk mijozlariga topshirishdan oldingi saqlanish hududi hisoblanadi. Barcha turdagi yuklarimiz shu zonada saqlanadi. Bizning ma'lumotimizda qanaqa, davlat rahbarining 2021-yil 30-apreldagi 51:00 prezident qaroriga asosan Toshkent xalqaro aeroportida yangi yuk terminalini barpo etish ko'zda tutilgan. Bu qaror ijrosi yuzasidan O'zbekiston Airports AG tomonidan 2024-yil boshidan boshlab qurilish ishlari amalga oshirildi. Bu yangi yuk terminalini qurish ishlari 2025-yil 20-martda yakunlanib, foydalanishga topshirilgan. 2025-yil 20-mart kuni foydalanishga topshirilgan yangi terminal bugungi kunda mamlakatimiz havo yuklarining asosiy qismini qayta ishlamoqda. Terminalning yillik quvvati esa 120 ming tonnani tashkil etadi. Bu o'tgan davrga nisbatan 49 ming tonnadan ortiq yuklarga xizmat qilganini ko'rsatadi. Aynan mana shu hududda minus gradusda saqlanishi kerak bo'lgan mahsulotlar olib kelinadi va ko'p vaqt o'tmasdan o'z mijozlariga topshiriladi. Terminalda sovuq harorat talab etadigan mahsulotlar uchun ham maxsus muzxonalar tashkil etilgan bo'lib, ulardagi harorat -15, -25 gradusgacha bo'ladi. Bunday yuklar terminalga kelib tushishi bilanoq mahsulot egalari tomonidan olib ketiladi va omborlarda uzoq muddat saqlanmaydi. Terminal orqali elektron tijorat mahsulotlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, texnik tibbiyot uskunalari va boshqa turdagi yuklar tashilmoqda. Shuningdek, Afg'oniston va boshqa davlatlarga eksport yuklarini yetkazib berish ishlari ham amalga oshirilgan. Zamonaviy infratuzilma va raqamli boshqaruv tizimlari yuklarning xavfsiz, tezkor va samarali harakatlanishini ta'minlaydi.